Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, tinchmisizlar, omonmisizlar, sog'misizlar, hammanglar. Mana bir og'zimizga yana bir chiroyli qilib gilamlarini yaxshi umidlarda qiziga baxt tilab shu uzatayotgan ekanlar. Bizning tilda sep deydi, shu sepiga gilamlarni berdik. Daroshkalar, yo'laklariga daroshkalar berdik. Mana o'zimiz mijozimizning fikrlarini eshitasizlar. Ayajon ayting, bizning narxlarimiz qanaqa, muomalarimiz, gilamlarimiz shularni bir aytib o'ting xalqimizga. Men shu asl gilamlar do'konidan qizimga mana sepiga chiroyli gilamlar oldim. Yaxshi narxlari ham odamlarni qoniqtiradi. Sizlarni ham olishinglarni tavsiya qilaman. Muomalalari ham yaxshi ekan bu bolalarni. Hammasi kulib turar ekan. Rahmat. Sizlarni ham olishinglarni tavsiya qilaman. Ham narxlari ham arzon. Sifati ham chiroyli, yaxshi gilamlar. Hojona bir kasbkorimizga o'zingiz chiroyli qilib duo qilib bering endi. Alloh barakalar bersin. Ko'ringlar, bolalarga sog' salomat bo'linglar. Bozoringlarni bersin, hamisha mana shunaqa xalq xursand qilib yuraveringlar. Bu sinimizni ham baxtini bersin. Allohu akbar. Rahmat hojona, rahmat. Rahmat.